Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga salom. Bugungi xo'jaligimizda buzoqlarda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu dispepsiya kasalligi, ya'ni buzoqlarda ichki ketish kasalligini ko'rib chiqamiz. Ushbu kasallik buzoqlarda asosan tug'ilgandan boshlab 7-14 kungacha bo'lgan vaqt davomida kuzatiladi. Ushbu kasallikni bugun sizlar bilan batafsil davolash usullarini ko'rib chiqamiz. Dispepsiya kasalligiga ushbu buzoqchamiz chalingan. Ko'rib turishingiz mumkin, buzoq ko'z qismi ichkariga tortilgan. Bu suvsizlanishni belgisi hisoblanadi va terining elastiklik xususiyati ham ancha tushgan. Biz terini tortib qo'yib yuborgan vaqtimizda teri tortilishi qiyin bo'ladi va o'z holatiga qaytishi ham qiyin bo'ladi. Buzoqda kuchli ichki ketish kuzatilgan. Suvsizlanish belgilari tanalarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Mana buzoq juda ham og'riqlab qolgan. 1-2 kun diareya natijasida bugun buni batafsil davolash sxemasini sizlar bilan bo'lishamiz video davomida. Kasallikni davolash uchun juda ham ko'p narsa zarur emas. Birinchi o'rinda buzoqda suvsizlanishni oldini olish uchun o'rsa, shu odam aptekada sotiladigan o'rsadan foydalanaman. Buni biz issiq suvga solib 38 gradusgacha qizdirilgan holatda bir kunda shu 250 mg miqdorida buzoqqa og'iz orqali ichirilishimiz zarur. Eng bu yerda esda qolarli joyi, buzoqlarga bir sutka davomida hech qanday sut ichishga ruxsat berilmaydi, hech qanday suyuqlik berilmaydi shu o'rsadan tashqari. Bundan tashqari biz sostav tayyorlab olishimiz zarur. Suvsizlanishni oldini olish uchun buni vena qon tomiriga izotonik eritma 200 g miqdorida bunga biz kaliy xlor eritmasidan qo'shamiz. 1 dona 10 mg miqdorida 5 dona askarbinka va 5 dona B12 vitaminini bitta 200 gramlik natriy xlorga eritib olib, bir kunda bir mahal buzoqni tomir orqali yuboramiz. Bundan tashqari havo sovuqligini inobatga olib, buzoqlarda vena orqali suyuqlik jo'natilganda buzoqlardan o'pka shamollashiga ham olib keladi bu. Buni oldini olish uchun esa odam aptekada sotiladigan shu Ceftriaxone antibiotikidan bir kunda 2 mahal Novocainga eritilgan holatda buzoqni muskul qismiga inyeksiya qilamiz. Va og'iz orqali oshqozondagi mikroorganizmlarni yo'q qilish uchun, zararli mikroorganizmlarni yo'q qilish uchun Broform Novi Brofarma kompaniyasining parashyuklardan foydalanamiz. Bu bitta parashyukka bir kunda 2 qismga bo'lib, ertalab yarmini, kechki payt esa yarmini buzoqqa ichirishimiz talab qilinadi. Barchangizga rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa bizga obuna bo'lib, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang.